Assalomu alaykum aziz kitobsevarlar. Bugungi Booktuber xalqimiz tarixining eng og'riqli, ammo unutilmas sahifalaridan biri. Qatag'on yillarida begunoh jabr ko'rgan ajdodlarimizni yod etish uchun jam bo'ldik. Qatag'on qurbonlari, vatanimizning fidoyi farzandlari, ilm ma'rifat, millat ravnaqi va yurt kelajagi uchun xizmat qilgan ziyolilar, shoir va yozuvchilar, olimlar hamda oddiy xalq vakillari edi. Ularning ko'pchiligi o'z fikri, e'tiqodi va vatanga bo'lgan muhabbati sababli nohaq ta'qib qilindi. Ularning hayoti bizga tarixdan saboq beradi. Bugun biz tinch va osuda hayot kechirayotgan ekanmiz. Bunday kunlarning qadriga yetishimiz, ajdodlarimiz xotirasini e'zozlashimiz va tariximizni unutmasligimiz kerak. Qatag'on qurbonlarini yod etish shunchaki o'tmishni eslash emas, balki kelajak oldidagi mas'uliyatimizni anglashdir. Biz ularning xotirasini qalbimizda asrab, vatanimizga munosib farzand bo'lishga intilishimiz lozim. Ularning nomlari xalqimiz xotirasida abadiy yashaydi. Zero tarixni unutmagan xalqning kelajagi hamisha porloq bo'ladi. Qatag'on qurbonlarining ruhlari shod, xotiralari abadiy bo'lsin. Ularning nomlarini hurmat bilan yod etamiz va hech qachon unutmaymiz.